Da, biznes klassdan joy olgan. Qachon ko'rgansan meni ekonom klassda uchganimni? Ha, o'tgan safargi devishkalar esdan chiqmasin, ha? Bo'ladigan zamonda bir yashab qolaylik. Ha, eski quruq bo'lsin. Yangi bolalar kerak emas menga. Davay, gaplashamiz. Ha, nimaga qo'lingni tashlayapsan? Yana ketasizmi? Ha? Yashashdan maylimi? O'tgan hafta Tailand, bu hafta Dubay. Oilangizga ham vaqt ajrating. Menga qara. Kayf qilib yashayim ko'rolmayapsanmi? Sira bitta. Bekstaka, Loraxon keldilar, nima qiling? Shu ham savolmi? Ochma. Voy, qizimsiz? Axir sizni singlingiz bo'lsa, bitta jigaringiz bo'lsa. Dardini bilaman-ku, unga faqat pul kerak. Qahringiz qattiq bo'lib ketyapti, Bekstaka. Men senga nima dedim? Ochma. Shahlo! Shahlo qanisan? Nima berasiz? Pulim qani? Qanaqa pul? Pulim qani? Qanaqa pul? Bilmadim. Pullarim orasida 2000 kam chiqyapti. Bilmadim. Qani dedim. O, menga qara, qani pulim? Yo'q, adasi, men bilmayman. Neyni? Urmang. Sen hali menga o'g'lik qilgan qoldingmi? Ha? Qani pulim? Bilmayman sizni. Meni pulim o'g'irlaydigan bo'ldingmi? Ha? Iltimos, urmang. Bo'ldi! Tinchib qopdimi? Pullarim qani? Bo'ldi. Faqat sizga pul kerak. Mehr bormi? Senlar rahim bormi? Oilangiz bormi? Qachon qarasam maishat, kayf safo. Bo'ldi. Iltimos, jonimga tegdingiz. Joningga tegdim? Ha. O'sha pulni men oldim. Men o'g'irladim. Nima qilding? Lekin o'zimga emas, singizga oldim. Lolaxonga $2000 kerak ekan. So'rab turganda oldim. Oyijon bilan onajon sizga omonat qilib topshirib ketishgan. Unutmang. Omonatga xiyonat qilsangiz, badalini to'lash og'ir bo'ladi. Siz bu $2000larni nechtasini taxlab qo'ygansiz? Rahmat aka, shuncha bozorlik qilib kelibsiz. Hozir choy qo'yaman. Lola, kel o'tir, gapim bor. Ha, choy qo'yib yuboring. Yo'q, shart emas. Lola, kel. Tinchlikmi? Yaxshimisan o'zi? Ha, yaxshi. Singlim, hayot tashvishlari deb, pul deb pulning ortidan yugurib, seni ham unutib qo'yibman. Bitta jigarimni unutibman. Meni kechir. Mendan xafa emasmisan? Nega unaqa deysiz aka? Bitta jigarim bo'lsangiz, sizdan xavotir olaman-da. 3-4 marta uyingizga borgandim, lekin hech kim ochmadi. Tush ko'rdim. Shunda oyim bizdan rosa xafa ekanlar. Siz shunda olovda yonayotgan ekansiz aka. Akamni mazalari yo'q edi-ku deb xavotir olib borgandim. O'zi yaxshimisiz? Yaxshiman men. Aka, bilaman, pul hammaga kerak. Lekin sog'lig'ingiz birinchi o'rinda. Iltimos, o'zingiz ehtiyot qiling. Kelinimdan ham 2000 berib yuboribsiz. Rahmat, remontga ishlatdim. Pullaringiz ko'p bo'lsin aka. Shu 2000 askina yetmayapti-da. Yana 3000 berib turing. 3000? Jonimni so'ra, jonimni beraman. Yaxshiyam bu tar dunyoda yonimda sen bor singlim.